2025-yilda yangi ishlab chiqarilgan TCL brendiga tegishli bo'lgan Google TV platformasida ishlaydigan televizorimizni siz mijozlarimiz uchun bugun chegirma narxlarda qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz mijozlarimiz uchun TCL brendidan 2025-yilda ishlab chiqarilgan 55 tali V6C modelli Google TV platformasida ishlaydigan televizorimizga katta chegirma boshladik va hozir sizlarga qisqacha ma'lumot va narxlarni video oxirida aytaman. Ushbu televizorlarimiz 4K kачество, ya'ni 3840 ga 2160p bo'ladi va 4K HDR funksiyasi oddiy SDR dan ko'ra 4 marta tiniqroq va tasvirni aniq yetkazib beradi. Ekrani HDVI, ya'ni bu TCL ning o'zi ixtirosi bo'lib, kuchli va aniq kontrastni yetkazib beradi. Va kontrast oddiy televizorlarga qaraganda 3 marta kuchli bo'ladi va yaltirashlardan himoyasi bor. Prosessori IPQ bo'lib, sun'iy intellektga asoslangan. Ushbu prosessor tasvirni analiz qilib, aniq tasvirni reallikka o'xshatib ko'rsatadi va sun'iy intellektga asoslangan AI cho'tkish, AI svet, AI HDR va AI kontrast funksiyalariga ega. O'zida ushbu ko'plab ranglarni qamrab olgan TCL televizori ranglarni aniq, tiniq yetkazib beradi va MEMC texnologiyasi bo'lsa tasvirlarga xiralashuvni oldini oladi. Ovozlari bo'lsa Dolby Audio'ni qo'llab-quvvatlaydi va 10 wattdan 20 wattni tashkil etuvchi kolonkalari mavjud bo'ladi. Operatsion sistemasiga keladigan bo'lsak, Google TV platformada ishlaydi va siz ushbu platformadan ko'plab ilovalarni bemalol tortib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xotirasi 16 GB va tezkor xotirasi bo'lsa 2 GB tashkil qiladi. Ishlash tezligi 60 Hz, Full HD kачествоlarda bo'lsa 120 Hz gacha qo'llab-quvvatlaydi. Pultlariga keladigan bo'lsak, bitta shunaqa universalniy va smart pultlari mavjud va ushbu pultlarimiz голосовойli bo'ladi. Va kafolatlarga keladigan bo'lsak, TCL brend tomonidan ofitsialniy 2 yil kafolat beriladi va narxlarga keladigan bo'lsak, siz mijozlarimiz uchun ushbu televizorimizni $330, ya'ni 4 million so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa original televizorlar arzon narxlarga kerak bo'lsa, bemalol smartfon jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishingiz mumkin.